Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 28-may kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. AnjirPay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. AnjirPay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 4 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 12001 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,200,194 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 5,99 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 13973 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,397,000 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0,64 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 166 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 166,670 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro va Rossiya rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat.